Assalomu alaykum aziz muxlislar. Qolaversa ustozim marhum O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Haydarov ustozimning muxlislari, qadrdonlari hammalaringizga shu mana Qashqadaryodan salom. Alloh rahmat qilsin. Nuriddin Haydarov Nuriddin Haydarov juda ham bir kamtarin, bebaho inson bo'lganlar. Mana Jamol akam bizni akam Nuriddin akamdan keyingi bizni akamiz, qadrdonimiz Jamol akam. Sizga ham rahmat. Bugun mana Farg'onadamiz, mana shu Zarkentda Nuriddin akamni mana jiyanlari bugun to'y qilyapti. Ustozimizning ruhlarini shod qilib, Qashqadaryodan 1000 kilometrdan kelib shu ukamizning yonida turibmiz. Men Nuriddin akam to'g'rida gapirsam, Nuriddin akamdagi bir ko'ngli ochiq, beg'ubor inson juda kam bo'lsa kerak deyman. Ustozimiz joylari jannatda bo'lsin. Ko'p xislatlarini olganmiz, ko'p narsalarni o'rganganmiz ustozimizdan. Mana bugungi kunda farzandlari Hojiakbar Haydarov, Jasurbek farzandlari bor. Nima deymiz, shu ustozimiz orqali shu vodiyga kelganmiz. Juda ko'p oshna oilalarimiz bor. Mana sizlar bilan tanishdik Bahodir aka. Sog' bo'ling, sizga ham o'sha Nuriddin akamni har doim hurmat izlab yurasiz, kanallar ochgansiz aka. Shu kanalingizni yana ham rivojini tilaymiz. Rahmat. Butun Qashqadaryolik san'atkorlar, mana shu O'zbekistonlik Nuriddin akamni bilgan shogirdlari, qadrdonlari nomidan chin yuragimdan men sizga kanalingizga omad tilayman. Rahmat. Sog' bo'ling aka. Salomat. Amin, rahmat. Ardoqli san'atkorlardan bahramand bo'lamiz. Bugun davramizda ajoyib san'atkor, sevgi, muhabbat kuychisi Abdujalil Qo'qonov pechamizning aziz mehmoni bo'lib o'tirishdi. Albatta hozir Abdujalil Qo'qonovni davraga chorlaymiz. U kishini ham qo'shiqlardan bahramand bo'lamiz. Opalar, onaxonlar bugun shoshilmasdan o'tirasizlar. Juda ko'p san'atkorlardan bahramand bo'lasizlar. Çünkü konsertlarga borsalar ham ancha pul sarf qilasizlar. Bugun bepul kelib sizlarga qo'shiqlar aytib berishadi. Mabodo ko'ngillarga chiqib qolgan bo'lsa, menga bersalar men berib beraman. O'tdi. Endi o'g'ildan yuradigan odatim bor, aylanib o'shani sekin ko'proq turib qolsam cho'ntagimga solib qo'yasizlar. Demak, davramizda elimizning ardoqli san'atkori, muhabbat, sevgi kuychisi, sevgili san'atkorimiz Abdujalil Qo'qonov. Toshko'taramanmi? Assalomu alaykum, hurmatli aziz onaxonlarimiz, opa-singillarimiz, hurmatli xudojonlar, hurmatli kelin-kuyovlar. Bizgacha aytilgan juda ham chiroyli bir tilaklar ijobat bo'lsin. Yoshdan baxtlik tahrir bo'lsin. Mana shu qilayotgan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Ochgan dasturxonlar rizo o'tiga panoh bo'lsin, jannatga daxil bo'lsin. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Mana uzoq yurtlardan kelib bizning do'stimiz, qadrdonimiz deb xizmat qilyaptilar. Ular ustozni yo'lini bersin. Umrlarini ham shu farzandlariga, siz shogirdlarga qo'shib bergancha bo'lasiz. Sog' bo'lasizlar. Mana shunaqa to'ylardan boshinglar chiqmasin. Askachiga o'xshab yomon ko'p gapirdim. Bir jup qo'shiq aytib beraman. Tabriklar. Yodgor Beyni ko'rib havas qilyapman. Havas qilishim boisi men ham o'g'lim bor, kelin oqtaryapman. Mabodo kelinlikka nomzodlar bo'lsa, kelin menga choy olib kelib, aqa-baqa qilsa men zo'r qaynota bo'laman. To'g'risi-da? Kaptimda ko'tarib yuraman. Katta kelinim ham shunaqa. Ilohim sizlar ham duo qilinglar, tez kunlarda menga ham Alloh shunaqa bir aql raso kelinlarda Alloh nasib qilsin deganlar, bitta duo qilinglar. Allohu akbar. Yodgorbek, Irodaxon. Bugun sizlar uchun juda ham boshqacha kun. Boisi necha yilga orzu ushalib, xonadonga kelin olyapti.
yana bitta narsa aytay, mana shu yerda o'tirgan hamma opamizga kelin olishlikni Alloh nasib qilsin, qaynasiga nima qilgan bo'lsa o'sha kelinidan qaytsin. Ha? To'g'rimi? Bitta joyda desam nima deyapsiz deydi. Ha, o'shdan degan bo'lsa senga ham o'shanaqa qaytadi. Bug'doy eksangiz bug'doy qaytadi, somon eksangiz somon qaytadi deydi-ku. Yodgorjon keling. Irodaxon keling. To'ylar qutlug' bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Bitta qarsak cholganlarni mana shunaqa to'ylarga yetkazsin. Salomat bo'linglar, kelinglar. Kelinglar. Yonma o'tiringlar. Videochilar qiynaladi. Mana yonlari yo'ldek. Mana endi bu tarafdan sog' bo'lsinlar. Ko'p yillar sizlarga bosh bo'lsinlar. Bekmurod Jo'rayev kuylaydi.
bu Nurdin Haydarov o'zimiz jiyanimiz to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu jiyanimiz tog'am o'g'li Oqqo'rg'onda 1957 yili dunyoga kelgan. 1 avgustda dunyoga kelgan. Shundan boshlab u o'zini 2-3 yoshligida beri qo'liga o'zim bizni tog'amizni kuyovi Mo'ydin aka degan bor edi, tog'amizni o'g'li bor edi. Shu kuyovi shu bunga qo'liga ribotni berib o'rgatganlar boshida. Birinchi 3 yoshligida. Shundan keyin bu shunga san'atga qiziqib, Nurdin Ali jiyanimiz qiziqib, shunday illarga yetib keldiki, oxiri bu ona vatani dadasining tug'ilgan, tog'ami tug'ilgan joyiga keldilar. Shu yerda yashadi. Bizni oldimizga kelganda 13 yoshlar yoshda edilar. Shu yerda bizni 6-brigadamizga borib, u mahalda misol 13 yoshar, 15 yoshar bolalar ham paxtaga chiqardi. Shu yerda birga ishlar edik. Shunda ham yetib bordi deguncha buni ishlamasdi. Ishlamasdan qo'liga yog'ochni olib ashlatardi. Unisi o'tgan ketgan ham ashlatib ber, Nurdin Ali ashlatib berdi. Shunday ashlatib qo'yardiki yoshligida. Sherakani ashlarini aytib, shuni hammani rom etardi o'ziga. Shunday chiroyli aliglarda aytardi. Keyin biz o'sha yoshligimizda eshak minda o'ynardik. Eshaklarimiz bor edi. Eshagimizni minib olib, odamlarga teskari bo'lib, shu o'yinlarni o'ynab juda adaqa yurardik. Endi Nurdin Ali mana Xudo rahmat qilsin, mana shu yerda necha yil yashagan bo'lsa, o'zimizni Farg'ona vodiysini xalqiga qancha yordamlar ko'rsatdi, hammasini dilida qoldi. Bu ukamiz mana 1900 misol 2003 yili shu kasallikdan mashina bo'ldi, lekin uni uzoq oxiratini obod qilsin, iloyim salomat bo'lsin. Mana biz hozirgacha shu jiyanimizni duo qilib, sizni tilovat qilib, shunga rahim yuribmiz. Iloyim o'g'liga umr bergan bo'lsin, iloyim ijodini salomat bo'lsin, hojiakbar ham salomat bo'lib yursin. Manzuraxon ular shularga bosh bo'lib, Manzuraxon kelinlarimiz iloyim bolalarga bosh bo'lib, yuzlariga kirib, iloyim sog' salomat yurishini nasib aylasin. Hammamiz tan jonimiz yaxshi bo'lsin. Amin. Yaxshi tarbiya oldik. Kamtarinlikni, umuman yaxshi odamlarda qanaqa fazilat kerak bo'lsa, shu hamma fazilatlarni shu Nurdin akamdan o'rgatdik. Bizga bergan tarbiyalarning nihoyatda cheki yo'q. Joylar jannatda bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin. Shu yerga kelardilar. Toshkentdan kelsak, yo Advalnikiga keladi, yo bizga keladi-da, ammamga ayting, bitta lag'man qilsin, lag'manda yaxshi ko'radilar-da, tuppamni lag'manda yaxshi ko'radilar, lag'man qilsin dedi, darvoza lag'manda qilardi-da, tashqaridan kelsa meni yo'q deb qo'ydilar. O'zimiz tog'avachalar hammamiz birga, amakachalar hammamiz birga o'tiramiz deb, shunday chiroyli bo'lib o'tirardikki, hali joyda Nurdin Ali ham o'zi ham askarasi ham qilardi-da, askasi ham bor edi. Bitta bu san'at tomonidan, ashla tomonidan emas, askar tomonidan askarlarni bizni qiziqtirib, biz bilan juda adab bo'lib o'tirardi. Ukamlar, mana jiyanlarim, Abduvalli, mana ukalarimiz hammamiz birga o'tirardik. Yuzlarda tepalarga chiqib o'tiramiz, o adirlarga chiqamiz, bog'larga chiqib tomosha qilib, hamma yoqda loyihalarga, dinlarga sho'milib, soylarda, binolarda sho'milib maza qilardik o'sha mahallalarda. Endi hayot shunaqa ekan, mana 47 yoshida jiyanimizdan mana farzandlari qoldi, iloyim Hojiakbar, Jasurbeklar. Dachaga borib dam olaylik demasizda, sanlar bilan mana shu yerda maza qilib dam olaman dedi. Dam olaman dedi, ha. Uyda o'zimiz dam olardik. Aski yaxshi ko'rardi. Anisi anekdotlarni yaxshi ko'rardi. Akam ham anekdotni juda ko'p nimasida qahramon yangisidan eshitaylikdirdi-da. Qandaydir quchoqchaqlikni xohlardi-da, bir o'tirgan davrada shu kulgi bo'lsa bo'ldi nurlaganicha. Admon pakamlarga ham juda o'tirganmizda, gaplashib, shunday qiziqchilik qilib o'tirgan Admonlarga Toshkentdan kelganda o'tirganmiz bizlar. Birga o'tirardik, ikki bo'lsa chaqirardi. Qahramon kelgan, qahramon aka
tezda yetib kelib yodgor berib yuborardi oldimga. Mashinasini yuborardi, meni chaqirardi. Ket bu yerga yetib olgan bo'lsam, avvalo o'zimizni mana shu yerliklar, oshna-og'aylarimiz, qandoshlar bo'lardi-ku, birga o'tirardik. Ana o'sha kunlarda qumsaymiz. Yaxshiligin tegsin deb biza. Agar bir odamlarga shu nima qilib, palonchi bunday qildi ichimizda. Yo'q, sen shunga yaxshilik qaytarding. Yaxshilik bilan nima qilgan deb.